Bu hadisda aytayaptiki, Rasululloh sallam 3 ta duo bor, bu duolarda ijobat bo'lishligiga shubha yo'q deyapti. Birinchisi otani o'zini bolasiga qilgan duosi. Ikkinchisi musofirning duosi. Uchinchisi mazlumning duosi deyapti. Birinchisi hadisda ota-onani, ya'ni o'zini farzandlariga qilgan duolari ijobat bo'lar ekan. Ota-onalar farzandiga 2 xil duo qiladi. Yo duoy xayr qiladi, yoki duoy bad qiladi. Duoy xayr bor, yaxshilik duosi, yaxshilik bilan duo eslaydi, bolasini haqiqiy duo qiladi, yoki duoy bad qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning boshqa hadisda keladiki, 3 ta duo bor deydi. Duosi ijobat bo'lmaydi degan. Shulardan birinchisi otasiga, onasiga oq bo'lganlardagi deydi. Alloh bundan hammamizni saqlasin. Biz o'tayotgan hadisda shu ota-onani duosi farzandga qilinadigan bo'lsa, shu duolar ijobat bo'lar ekan. Va bu duo xoh yaxshi duo bo'lsin, xoh duoy bad bo'lsin. Duoy xayr bo'lsa ham ijobat bo'lar ekan, duoy bad bo'lsa ham otani, onani og'zidan chiqdimi ijobat bo'lar ekan. Shuning uchun farzandlar iloji boricha, ya'ni iloji boricha emas, ularga farz, vojib ota-onalarini yaxshilik bilan duolarini olishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu duo ota-onani o'zini farzandiga qilgan duosi ijobat bo'ladi deyapti. Shuning uchun bu hadisda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerakki, ota-onalar ham o'z farzandiga har qanaqangi chegaradan chiqib ketgan taqdirda ham duoy bad qilishlikda ehtiyot bo'lish kerak ekan. Ota-onani o'zini farzandini haqqiga qilgan duosi, xoh duoy xayr bo'lsin, xoh duoy bad bo'lsin, arshga ko'tariladi deydi. Rahmonga huzuriga chiqadi va Alloh ijobat qiladi. Buni malaikalar yozib qo'yadi. Bunga misollar tarixda juda ko'p. Mana Imom Buxoriy, Imom Muslimda rivoyat qilingan muttafaqun alayh hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu Bani Isroildan bo'lgan Jurayjning qissasini aytib bergan. Jurayj bu obid odam bo'lgan. Ya'ni Bani Isroil deb shu Yoqub alayhisalomning avlodlari. Yoqub alayhisalomning 2 tati bo'lgan. Ishoq alayhisalomning o'g'li Yoqubning 2 tati. Bittasi Yoqub bo'lsa, bittasi Isroil. Bani Isroil degani shu Yoqub payg'ambarning avlodlari degani. Ya'ni shu Jurayj bu payg'ambar bo'lmagan, lekin solih odam bo'lgan ekan. Obid odam bo'lgan. Va bitta onasilar bo'lgan, aka-uka, opa-singlisi ham bo'lmagan. Dadasi yoshlik chog'ida o'lib ketgan odam. Lekin bu nihoyatda ibodatli, solih odam bo'lgan ekan. Ko'p namoz o'qir ekan, ko'p shu o'zlarining kitobini o'qir ekan. Bir kuni shu o'zini uyining oldiga o'ziga alohida bir ibodatxona quribdi. Shu Allohga ibodat qilishlik uchun unaqangi dunyo ishlari bilan shug'ullanmas ekanda, hayoti faqat shu ibodat bilan, zikr bilan shu hayotini shunga bag'ishlagan ekan. Va shu o'ziga loydan oddiy qilib bir shinamgina ibodatxona qurib olibdi. Shu yerda ibodatini qilib yurar ekan. Bir kuni onasi kelibdi. Onasi shu ibodatxona tashqarisidan bolasini ko'rgisi kelgan, gaplashgisi kelgan. Ayniqsa ba'zida inson qarisa, shu o'g'illari bilan, qizlari bilan gaplashishni xohlab qoladi. Bir dasturxonda ovqatlanishni xohlaydi. Ular bilan ko'rishni xohlaydi. Shu tashqarida turib, "Ey Jurayj" deb chaqiradi. Jurayj namozini boshlab olgan. Bu yerda ona chaqiryapti. Ya'ni namozda turibdi. Ikkilanadi. Onamga labbay deymikin yoki namozimni davom ettiraymi deydi. Va namozini davom ettiradi. Onasi chaqirib qaytib ketadi. Ertasi kuni yana keladi. Kelib yana onasi chaqiradi. "Ey Jurayj" deb chaqiradi. Jurayjdan yana namoz o'qiyapti, yana ikkilanadi. Chunki bu Jurayj olim emas edi. Obid odam bo'lgan. Agar olim bo'lsa, u bilardi. Ya'ni Allohga ibodat qilishlik ibodatlarning eng kattasi. Xuddi shunga o'xshash onaga itoat qilish ham, ona chaqirganda labbay deyishlik ham bu ibodat. Chunki Alloh taolo otaga, onaga itoat qilishlikni o'ziga ibodat qilishdan keyin qo'ygan. Vashkurli va li validayk. Menga shukr qil va ota-onangga deydi. Va shirkdan keyingi eng katta gunoh ota-onaga oq bo'lishlik. Onasi yana ikkinchi bor chaqiradi, Jurayj yana ibodatida davom etaveradi. Balki shayton unga shu ibodat bilan g'ururlanishni, mag'rurlanishni kirgizganmi, sen ibodating senga zarar deganmi, onasiga javob bermaydi. Yana onasi g'amgin bo'lib, qalbi siqilib ketadi. 3-kun yana keladi. Jurayj yana ibodatda. Ya'ni ibodatga bu tuni kun ibodat qiladigan odam ekan. Bo'lmasam bu agar ilmli bo'lganda u bilardi. Nafil namozlar o'qilayotgan bo'lsa, ota-ona chaqirsa namozni buzib labbay deyish kerak. Farz namoz o'qiyotgan bo'lsa, yengiroq o'qib turib ota-onaga javob berish kerak. Kech payt bo'lsa ham borish kerak edi. Lekin Alloh taqdiri shunday bo'lgan ekan. Keyin 3-kuni ham onasi keladida Jurayj deb chaqiradi. Jurayjdan sado bo'lmaydi. Jurayj namoz o'qiyapti.
Shunda onasi aytadiki, Allohumma la tumithu hatta turihi munisat. Endi onasini og'zidan so'z chiqib ketadi. Bu yaxshi so'z emas edi. Onasi bolasini shu qarg'ashga o'xshagan duosi edi. Allohim seni to shu fohisha ayollarga qaramagunga dor joningni olmasin deydi. Munisat ya'ni bu bog'iya, buzuq ayollarda ya'ni. Shularga ko'zing tushmagunga dovur joningni olmasin deydi. Ya'ni zino qilgin demaydi. Onasi ham ketadi, bu ham ibodatini qiladi, vaqtlar o'tadi. Jurayjda endi ibodatlarni hamma qishloq ahli eshitadi. Ya'ni Jurayj obid, ibodatli, tunu kun ibodat qiladi, Allohga eng yaqin banda deb hamma joyda gapi bo'ladi. O'tirishlarda, suhbatlarda nomi, shuhrati topyapti. Shunda shu joyda bir buzuq ayollar ham bo'ladi, fohishalar. Bitta nihoyatda chiroyli fohisha shu o'tirgan erkaklarga oldiga keladi-da, sizlar Jurayjni shunaqa ibodatli deyapsizlar. Men deydi, o'zim uni fitnalayman deydi. Ya'ni shunday ishlar qilamanki deydi, ibodatni ham to'xtatib qo'yadigan qilaman deydi. Menga shunaqangi mahliyo maftun bo'lib qoladi deydi. Uni fitnalayman deydi. Demak, ba'zi odamlar bo'ladi, shunaqangi yo'ldan ozdiradigan, chalg'itadigan odamlar ham bo'ladi o'zi. Ular shayton, inson toifasidan bo'lgan shaytonlar bo'ladi. Shunga qiziqadi, odamlarni adashtirishga, yo'ldan urishga qiziqadigan odamlar bo'ladi. Shu yoshlarni buzishga, har xil shunaqangi o'yingohlar, buzuxonalarni ochishga qiziqadigan toifalar, yoshlar dushmanlari, musulmonlar dushmanlari bo'ladi. Bu ham shunaqangi toifadan ekan. Shuna deb odamlarga aytadi. Va Jurayj ibodat qilayotgan ibodatxonasiga keladi. Kelib, shu Jurayjga har xil gaplar aytadi. Jurayjni ilashtirish uchun. Va o'zini shu yalang'och badanini ko'rsatadi. Jurayj bu obid odam, Allohdan qo'rqadigan odam. Unga qaramaydi, haydaydi, to'sadi. Xuddi Yusuf alayhisalom Azizning ayoli qanaqa qilib uni shunaqa yo'ldan urmoqchi bo'ldi. Shunaqangi qaytaradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisida keladiki, "Man taraka lillahi shay'an awwazahullohu khayran minhu" deydi. Kim Alloh uchun bir narsani tark qiladigan bo'lsa, Alloh unga undan ko'ra yaxshirog'ini evaziga beradi deydi. Jurayj bularni biladi, solih banda. Hay dedi, yaqinlashtira olmaydi. Lekin u shunaqangi fitna qilishlikni qalbiga tugib qo'ygan. Shunda bir cho'pon bo'ladi deydi. Hadisda keladi. Bu hadis Buxoriyda, Muslimda kelgan. Bu cho'pon shu qishloqda qo'ylarini boqadigan odam, shu Jurayjning ibodatxonasini soyasida ba'zida salqinlanib yuradigan bo'ladi. Shuni ko'radida bu ayol shuni fitna qiladi va shu bilan zino qiladi. Va shundan homila bo'ladi. Vaqtlar o'tishidan shu homilasini bu buzuq ayol tug'adi. O'g'il tug'adi. Va endi odamlar so'raydi, bu fohisha, buzuq. Bu bola kimdan bo'lgan senga deydi. Desa hamma to'plansa men aytaman kimdan bo'lgan deydi. Olomon to'planadi. Va hammasi aytadiki, bu bola deydi Jurayjning bolasi deydi. Ya'ni shu tuhmat qiladi. Odamlar hammasi g'azablanadi. Biz buni taqvodor desak, obid desak, shunaqangi zohid deydigan bo'lsak, bu shunaqa buzuq ishlar qilib yuribdi bizning ko'zimizga shunaqa ko'rinib, deb uylaridan boltalarni, tayoqlarni olib chiqib Jurayjni urganib ketishadi. Ya'ni bir buzuq, ig'vogar, tuhmatchini gapiga kirib, olomon shunaqa. Haqiqatni surishtirmasdan shunaqa qilishadi. Jurayjni shu ibodatxonasini vayron qilishni boshlashadi. Ichkaridan Jurayj chiqadi. "Ey, nima bo'lyapti? Nima qilyapsizlar?" deydi. Desa uni ham yoqasidan olib, sochidan tortib, urib, so'kib haqoratlashadi. Va sudlab ketishadi o'ldirgan. Ibodatxonani buzib yuborishdi. Shu yetalab urib olib ketishayotganda yo'lda bir uy bo'ladi. Bu shu buzuqlar yashaydigan xona bo'ladi. Uy. Fohishaxona. Bu fohishaxonaning derazasidan fohishalar bu olomonni tomosha qilib turishadi. O'tib ketayotganda Jurayj shularni ko'radi. Ko'rib bir tabassum kulib qo'yadi. Keyin Jurayjni shu qatlga olib kelishganda aytadiki, "Ana endi meni o'ldirasizlar ekan" deydi. Ya'ni uni gapiga quloq solmayapti hech kim. G'alag'ovur, shovqin, olomon. Menga deydi o'limdan 2 rakat namoz o'qishga deydi ijozat bersanglar deydi. Va ruxsat berishadi, namoz o'qiydi. Allohdan so'raydi. Va namoz o'qib bo'lgandan keyin aytadiki, "Qani o'sha menga nisbatlanayotgan bola chaqaloq qani?" deydi. Bu chaqaloq hali yangi tug'ilgan chaqaloq yo'rgaydi. Onasini ham kelishadi, bolani ham kelishadi. Jurayj xotirjam shu bolani qorniga barmog'i bilan bir no'qiydi-da, "Ey bola" deydi. "Seni otang kim o'zi?" deydi. Chaqaloqqa gapiryapti, hamma hayron. Chaqaloq qarab atrofga alanglaydi. Va shu olamonning ichidan o'zini otasi cho'ponni topadi. "Shu meni otam palonchi" deb aytadi. Ya'ni bu mo'jiza emas, karomat deyiladi. Agar payg'ambarlardan bo'ladigan bo'lsa mo'jiza bo'ladi.
avliyolardan, solih bandalardan shunaqangi ishlar bo'lsa, bu karomat deydi. Ya'ni Alloh taolo shu bandasini ibodati bilan mashhur bo'lganligi uchun, Alloh bilan bog'langanligi uchun shu yerga karomatini ko'rsatadi. Ya'ni yo'rgakdek chaqaloq otasi kim ekanligini qo'li bilan ishora qilib, tili bilan aytadi. Va odamlar hammasi buni ko'radida pushaymon bo'lishadi. Juda qiyinishidan. Darrov uni qo'llaridan, peshonalaridan o'pishadi. Uzrlar so'rashadi, kechirim so'rashadi. Va aytishadiki, biz deydi, bilmasdan xato qildik, bu ibodatxonani buzvordik. Endi biz deydi, tillodan qilib beramiz buni deydi. Go'zal qilib beramiz desa, juda aytadiki, menga tilladan bo'lgan ibodatxona kerak emas deydi. O'zimni shu loydan bo'lgan ibodatxonamni tikalab beringlar deydi. Chunki masjidlar har qanaqangi zeb-ziynatli bo'lsa ham, mana juda ko'p masjidlar bor. Shahar tashqarisiga chiqsak, 2 saf ham odam bo'lmaydi. Ya'ni qachon obod bo'ladi? Odamlari bilan Allohga ibodat qilinsa, shu Qur'onlar tilovat qilinadigan bo'lsa, shunda u masjidlar obod. Garchi oddiy qurilgan bo'lsa ham. Keyin ular so'rashadiki, Juraj deydi. Sen deydi shu fohishalarni qarab bir kulding deydi. Nimaga ularga kulding deydi? Nimaga tabassum qilding shu o'tib ketayotganda desa, lekin Juraj aytib beradi. Men shu namoz o'qiyotganimda deydi, onam chaqirib qolgan deydi. Shu labbay deb chiqmaganligim uchun onam meni shunaqa deb duo qilgan deydi. Ya'ni to o'lishingdan oldin shu fohishalarni bir yuziga qaramaguningga dair joning olmasin degandi deydi. Shu onamning duosi ijobat bo'ldi, menga shu holat bo'ldi deydi. Ya'ni shu narsa onasi duo qilganda shu narsa sodir bo'ldi. Shuning uchun otalar, onalar ham shunaqa farzandlarning haqqiga duoibat qilishlikdan nihoyat ehtiyot bo'lish kerak ekanda. Chunki agar oq bo'lsa bola, uni ham bolasi oq bo'lib ketadi. Alloh saqlasin. Ya'ni avlodga ta'sir qiladi. Va bu degani farzandlar ham nihoyat xushyor bo'lish kerak. Ota-onalarning masalan shu xizmatini, duosini olib qolish kerak. Eng katta ibodatlardan bittasi ota-onaga ibodat qilishlik. Va rizq kelishini, farovon hayotda samarasi ham ota-onaning xizmatini qilishlik. Hayotda ham ko'ryapmiz. Juda ko'p rizqi mo'l bo'layotgan akalar, odamlar ota-onasi bilan aloqasi zo'r. Onasi bilan zo'r yashayapti. Otasini xizmat qilib duosini olganlar zo'r yashayapti. Aksari shunaqa. Demak, ota bilan onaning xizmatini qilish kerak va ota-onaga oq bo'lishlikdan Alloh saqlasin. Buni ehtiyot bo'lish kerak.